Tirikchilik qilib olishga bitta zo'r joydan kvartira chiqib qoldi. Hozir tez obzor qilib beraman. Assalomu alaykum akajonlar. Bu kvartiramiz hop 87 kvadrat bo'ladi. Chinor metroni shunday tepasida joylashgan. Yashashga ham, ayniqsa kvartirani qo'yishga vobshe ideal variantda. Ko'pchilikni sig'dirsanglar bo'ladi. Bu yerga 3 ta xona, bitta mana shunaqa katta oshxonasi bo'ladi. Mebel, texnika, hamma narsasi o'zida bor. Akalar, endi planlarini tushuntiraman. Xo'p, bu birinchi xonasi bo'ladi. Shunda kiramiz mana. Mebel, texnika, hamma narsasi bor. Ikki tomonlama balkon. Xo'p, 87 kvadrat maydonga ega. Yo'li katta-da. Shuning uchun bitta anaqa yasattirilgan bu, ishkob yasattirilgan. Men bilmayman, nimaga faqat kvartirani qo'yishni o'ylayman bu yerga. Bu ikkinchi xonasi bo'ladi. Bu xonasida ham balkoni bor. Mana bu yoq tarafda ham balkoni bor. Sanuzelari razdельный qilingan. Bu yoq taraf oshxonasi. Mana bu spanisi bo'ladi. Pastda avtoturargohdan ham muammo bo'lmaydi. Shunday metroning yonginasida joylashgan. Nari taraf yarmarka, bu yoq taraflar Sputnik. Atrofda hamma narsa, maktab, bog'cha, masjid, sizlar uchun ham, kvartirangiz uchun ham hamma narsa bor. 3-etajda joylashgan bo'ladi. Bu videoni-chi mana shu yangi hayotdan yaxshiroq joydan kvartira qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. 81 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Aniq lokatsiyasi, rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar.